Sharafat o'zini sevishda oxirgi nuqtasi mana shu ayolda to'xtagan bo'lsa kerak. Psixologlarimiz o'zing sev deydi. O'zini sevishdan haddan oshiq sevib jirmayapmiz ekan o'zimizda. Tavba. Bizlar hali o'zimiz sevishni o'rganolmayotgan holda manoda ko'rib borki, dumalab tushdim. Bitta cho'milishda shuncha narsa avara qilish shartmi? Yo'q, bu ham chep tog'radingmi? Bunday ketib borib jotor, to'g'rimi? Ya tavba qildim. Undan ham battar borki, mana kiyimlarni kiyib, endi bular qorni ochqadi, cho'milib bo'lgandan keyin ishini bitirib endi bor ovqat yeb, somsa-pomsadan jima qozi qartadan jeydimi deb o'ylasam, mana kiyimlarni kiyib shuncha tashvish tiqib, shuncha avara bo'lib, xuddi mana sumkam bir ko'chada ko'radi, bir maqtanchda taqayapti desam, ikkinchi etishga uxlashga chiqyapti. Ya tavba. Bu video ko'rib, ana shu narsani qilamiz deb eriga janjal qilayotgan ayollarimiz ko'rmasin nima bo'lsam. Shuni deb o'zi nechta ayol ajrashib ketdi-da, to'g'rimi? Endi buni ko'rib, xana bechora eri ter to'kib ishlab kelgandan keyin ovqat yegandan keyin tur ustunni kiy deb janjal qilib, oqshom bilan ustunni kiymading deb tebalashib, ajrashib ketib, yana sharmanda bo'lib jurmasin deyman-da endi Sharafat, to'g'rimi? Sharafat, 3 ta bolani tuqqandan keyin bizda ayollarimiz bolalarni bahona qilib joyin andenni qilib oladi. Yerim joqmay qoladi. Bularga yerim joqor ekan-da, tavba. Shuncha sharoit qilib bergandan keyin men mana yer joqor ekan-da, ha. Bitta spanaga jotish uchun yerimma kiyinganga besh ketdim. Bitta betimga krem surishga yernaman deb pijama kiyimimda uxlab qolaman, tavba.